Rostdan ham sehrgar tabibmi? Haqiqiy mo'jiza. Haqiqiy tabibmish. Buni qarang-a. Qandaydir firibgarni deb shuncha odam yig'ilibdi. Reabilitatsiya shifoxonasi bosh shifokori sifatida odamlar hayoti bilan o'ynashadigan bunday firibgarlikka yo'l qo'ya olmayman. Bu usta tabib klinikasi ochilganidan beri shifoxonamizning daromadi keskin tushib ketdi. Hamma haychangda ilohiy tabib paydo bo'ldi deb shu yerga yugurib kelyapti. Ichkaridagi anavi chol ham ulardan biri. Adashmasam, bu chol oldin bizda davolanib bo'lgandi-ku. Ha, to'g'ri. Bizning shifoxonada yotganda, keyin esa dorilarni pulini to'la olmagani uchun majburan chiqarib yuborilgan. Agar puli bo'lmasa, qarz olsin edi. Bunaqangi kulbasifat joylarga kelguncha odamlarimiz yetib kelishdimi? Deyarli kelib qolishdi. Men bunaqangi firibgarlarning qaychini zaharlashga yo'l qo'ymayman. Axir shifoxonamizning xo'jayini Janubiy hududlar hukmdori. 10 soniyadan keyin butun tanangiz qizib ketadi. 1 daqiqadan keyin qo'llaringizdagi og'riq qoladi. Tanangizdagi zaharli namlik va chiqindilar chiqib ketadi. Kumush ignalar yurak tomirlaringizni ochib, jigar va o't pufagi kanallarini tozalaydi. Shuning uchun 2 daqiqadan keyin og'zingizdan quyuq qora qon chiqadi. Buni qo'sini ko'rmaganman. 7 kun tinimsiz oldimga kelasiz. Va mana shu 7 kunda butkul tuzalasiz. Sizga dori yozib beraman. Bo'lmasa kasallik qaytalanishi mumkin. UzDubGo studiyasi tomonidan o'zbek tiliga o'girildi.